Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Chutki bo'lib qo'yish, shayrillarni. Ha, zo'r bo'ldi. Talirovkadan keyin yondi. Men bilaman, bosh ish boshlaganmiz lekin bunaqa chiqmaydi, shagirlar bor, tuzildi. Bunaqa chiqmasa, boshida bileskamni chiqmasa, shukurki izlar ham qolib ketardi. Qora mashinalar qiynaydi-yu. Lekin baribir Germaniya dirida lekin ko'p pastalar chiqdi, mana mexli chiqdi-yu. Sayrayotdi-da mashinalar. O'shaning uchun borib, ozgina puldan qochmasdan ham yaxshi narsa ishlash kerak. Shunaqa O'shanga vaqtini yutasan, ishi sifati ham, klientga ham davonli topshirasan. Borib, san nima qilib videoga olib turibsan, hozir? Bila ish qilaring tez-tez. Hozir kunda bor o'zi. Okalar, ozgina mehnatdan qochmasdan ishlasa borku, imkoniyatlar cheksiz-da. Kuningiz xohlaganda ish qila olasiz, chunki hamma narsa bor hozir kunda. Ozgina mehnatdan qochmaylik, chiroyli chiqadi ishimiz.